Mani video murojaatim o'sha mani orqamdan PR qilib, hype qilayotganlarga menga tegmanglar, men ham sizlarga tegmayman. Menga voshim tegmaydi. Umuman yaqinlashmanglar, meni nomimni ham ishlatmanglar. Meni nomim orqali bitta narsada men operatsiyasida turdim, boshidan oxirigacha. Oyoqqa turishida turdim, o'rnidan turishida turdim, yonida bo'ldim. Toki ikkinchi operatsiya bo'lgungacha 28-martgacha yonida bo'ldim. Qachon 3-martlarda operatsiya bo'lganmi, 2-martda operatsiya bo'lganmi, 20 kun, 25 kun yonida bo'ldim. U yog'iga 5 kun, 6 kunga men uyimga ketdim. Men ota-onamning oldida bo'lishga haqliman. Men oilamni tanlayman. Har doim birinchi o'ringa oilamni qo'yaman. Keyin men bu shaxsiy munosabatlar, shaxsiy masalalar bor. O'rtoqlar, uni bilmaysizlar, uni aytolmayman. Agar aytsam, keraklicha sharmandagarchiliklar bo'lib ketaman. Xo'p, oxirgi munosabatim o'rtoqlar. Shunaqangi hayp nimalar bo'layotganini bilmaysizlar. Mana Galsoy bitta eshitdinglar, ovozini ham taniysizlar. Klinikangizni tikkan pulingiz oldida bu pul hech narsa emas. Siz bloger bilan o'ynashyapsiz. Bu butun dunyo qaryapti sizga, butun dunyo. Bitta narsaga xursand bo'ling, aka siz otingiz ketgani yo'q. Men komosh oldida men turaman. Men sizni yuzaga chiqib oqlikka olib chiqib qo'yaman. Faqat meni aytganimni qiling. Aqqa-baqqa o'ynamang. Yo'q, aqqa-baqqa emas. Men komosh